bu qo'shqa baqchaplaydigan bizim turdi bu dolangda. Uy, sen koyup koydun mu ya bu ne? Vay işimni pişirmeye dola men nerede qo'sh ular bizim çaplaymayın biz yoktan qo'sh qapqın ba. Tabii ko'nglingizni yerim qilma. Endi hozirmi partiya hukumatning ishlari shunday yaxshi. Bu qizingiz haqiqatan bek aqlliq. Hem bek o'sha men xuddi o'zimning singlisdeklar bek yaxshi ko'raman. Endi sizning 4 qizingiz bor ekan, sizning og'riqchan, buning jafosi bek ig'ir. Endi oiladam deyliqi sizga qarayman deb, singlisiga qarayman deb, oilada hozir kichik bir qiz hem dadining rolini, hem onaning rolini, hem bir o'g'ilning rolini o'ynayotdi. Demisam oson emas. Şoň bununğa maňa rahmet etiş ketmeydi. Ko'nglingizni yerim qilma. Ben köptün köp rahmet etmen, nurgun cefalan tatdı bu kızım biz üçün, ballarım üçün. O şişilgörge ägişip silninki, kol aslılarda şu nurgun işler ana kalbi yaxşı bolup ketdi. Yani kündün günge yaxşı bolup ketişini oylayma. Sizlerge tapşırdım bu kızımni. Maqul. Herkes ko'ngillerini yerim qilsa. Muşya hiç köp yok. Sen nimi zıglaysa? Amağlıqını. Zıglama. Allah'ın yerim. Sizin gayretinizge siz qılğan işlerini fikrim. Xalli bir oğavallah qılanmaydı. Mesela nurgun oğavallah bazır. Anısının pulunu xecleydigan, bikatelep, yetip yeydigan. Sizge qarap yığan bir qızvalı durup bazır. Öydekilerinizni beqip, singlinizga ega olup, apangizning haliga yetib qilmoq unda oson emas. Siz uni yig'lamay, o'zingizdan menda xush bo'ling. Men hech kim qilolmagan ishlarni men qilyapman. Ko'nglingizni yerim qilmoqchimi? Voy, ma'lum. Uxlashini. Qalang, oshda loyig'azal o'g'avallim bafkam. Siz hozir oshufkamda nechasi yaxshi? Qo'ng'i bir tepay mana murasim bor deb basak, uxlayotganda mana xo'rakni taz yo'g'ontat. Hey, qupa. Hey. Nimda saatlish xo'rakda uxlab yurishdan, tatam uxlab bir mut edam o'tiradi da yerda. Voy, men xo'rakda atdim men. Men sen uxlag'ilay keldim, miyaga men murasim bor deb basak. Benim charchab ketganda. Bu nima bu? Nima bu qo'shqa baqchaplaydigan bizim turdi bu dolangda? Uy, sen koyup koydun mu ya bu ne? Vay işimni pişirmeye dola men nerede qo'sh ular bizim çaplaymayın biz yoktan qo'sh qapqın ba. Nima bu anda? Ben Qazimiz bilmedim. bizim dolangda qoldi. Uflasını veresen koyup ketken akşaydı. İşimni bir pişirmegen ayt ola. Vay, Sen men neymişini men qilib- çaplımsam nim qilib men bu ne ha? Nima ishlar qilib yuribsan? Qolgan gapni Qashqarga borgan deyishim sen bilan. Nima, bu mening moykamdan chiqib yuradi ya. Shu qaysi aynan o'g'avalim qilolmagan ishni qilyapti. Mushta necha o'g'avalig tegishkisiz qizlar bor. Shu ko'ngillarni to'xtatib, barigiz ko'ngillarni yerim qilmasanchi. Faxrlanma, rahmet sizlerge. Ama bizningki ichilish murosimiga mehmonlar ko'p bo'lgan o'xshaydi. Biz bir pastga tushib hamsa faoliyatimizni bir qilib olaylikmi? Ma'qul. Faoliyatni boshlaylik. Qo'pa afkom, qo'pa. Mana. Bizningki mana shu maktabimizda Yeşilgör xalqaro sotsial şirketimizningki mana tarmoq do'konimiz ochildi. Mana shu maktabdagi xonim-qizlarningki sog'lomliginglar uchun, go'zalliginglar uchun eng yaxshi mulozimatlardan bahralanishinglar uchun mana bizning do'konlarimiz ochildi. Unda bo'lsa mana shu Margul xonimni qishig'i kasanglar bo'ldi. Bu xonimni men o'zim bir qo'lliq tarbiyalab yetishtirib chiqdim. Mana bizning Qashqarda bosh shirkati bor bo'lgan eng yaxshi texnikalar, eng yaxshi mulozimatlar, eng isl mahsulotlarning hammasi dal mana shu o'rinda bor. Bu o'rnimizmi hozir maktabniki mush itil dasturxonning yon tarafiga to'g'ri keldi ekan. Qog'inni yelislagan texnik tafsiliy holatda tushuntirib beramiz. Mana shu bizni qo'llab, quvvatlab kelgan barcha urug' tuqqanlarga, do'st birodarlarga chin ko'nglimdan rahmat aytaman.
Rahmat. muvaffaqiyatli holatda do'konning ochilish marosimini qilib oldik. Endi bizning Yeşilgöğer'ninki mana shu kasbiy holatda kutinish o'rinlarimizning bu 30 tarmoq do'konimiz. Ya'ni endi nurg'ulg'an qizlarning orzusi Yeşilgöğer berib kutinsam bo'ldim, ashlarning eng ilg'or texnikalardan biri huzurlansam bo'ldim. Chunki endi hammamiz sog'lom yashash uchun, xushal yashash uchun bizniki eng a'lo mulozimatlarimizga yanada ehtiyojli. Undan siz bu mehmonlarga qanday sog'atliklarni tayyor qildingiz? Salam, şu bugün en kıymetli vaxtını çıkarıp müş sorun cem boğan aziz qeyrindaşlarım. Hammalarning hazırki vaxtınlar güldün güzel bolsun. Men, yani Şinjan Yeşilgöğer Xalqaro Sovet Çeklik Şirketining tarmoq dukuni bo'lgan Makit Nais'ki bizning sog'lomlik suyar xonim qizlarga katta bo'lgan do'kon tayyorladim. Buningda nurg'ulg'an yangi turlarni elib keldim. Shundaqla sizlar katta faaliyetlerini o'rinlashtirdik. Yani o 2. ayının 4. 5. kunlari haqsiz chek tartish faoliyat o'rinlashtirdik. Shuning uchun sizlarning kelib bahramand bo'lib olishinglarni umid qilaman. Shundaqla shu shirkat lider bo'lgan Göher liderga chin ko'nglimdan minnatdorligimni bildiraman. Rahmat. Sizga rahmat. Ondan sonra ko'pchilik bizniki bu Yeşilgöğer'da mana hech qanday o'rinda yo'q bo'lgan eng a'lo mulozimatlar bor. Ya'ni mush ayollar parvish turdaysiz, ananiki mush har xil og'riqlaringizga qarta asli keltirish deysiz. Uningdan boshqa mush terilaringizdan tortib asli keltirishgacha eng asl mulozimatimiz yana Yeşilgöğer'da bor. Uningdan boshqa sizlarga 2 kun butunlay hamma mulozimatni haqsiz ijratdik. Ondan sırt yani mana shunday oltin uzuklarni, nurg'un mukofotlarni sizlar uchun tayyor qildik. Ondan sonra dükkanın o'rnini bir aniqroq deb beraylik. Dükkanın o'rni İçildastıqan tarafdan ikinci başlangıç tarafga 100 metr manga araliqda bor. Ya'ni Yeşilgöğer sog'lomlik asli keltirish markazi. Nurg'ullar topolmay qolmasa telefon nomeringiz-chi? 138 99 86 11 21. Yani chin ko'nglimdan tabriklayman. Kelgan qadimlarga marhaba. Be a